Milliy sertifikat matematika o'tgan darsimiz demak 20-misolda qoldik. Endi 21-misolga kelsak, modul ostida x kvadrat minus 7x plus 12 funksiyaning o'sish oralig'ini toping deyapti. Buni modulsiz yozib, chizib olib turib, keyin modul bilan yozadigan bo'lsak, pastga tushgan, ya'ni 3 bilan 4 orasida nima? Funksiyamiz qiymatlari manfiy bo'ladi. O'sha modul shunday sindirgandan keyin demak o'sish oralig'i 3 dan 3,5 gacha va 4 dan plus cheksizgacha bo'lar ekan. Demak to'g'ri javob A bo'ladi. 22-misolga o'tsak, bu yerda nima deyapti? x0,1, y0 f(1) nuqtada o'tkazilgan urinma tenglamasi agar 2x plus b bo'lsa, a plus b ni toping deyapti. Demak, hosil olsak, f(x)imiz teng 3x kvadrat plus 2ax plus 9 bo'ladi. X o'rniga 1 qo'ysak 12 plus 2a bo'ladi. Bu esa 2 ga teng. Bundan a minus 5 ga tengligini osongina topib olishimiz mumkin. Endi urinma tenglamasiga qo'ysak, x o'rniga 1 qo'ysak 13 plus a bo'ladi. Keyin buni topib oldik. Demak, bu 2x minus 2 bo'ladi qavusda ochib o'rganda. Chunki a minus 5 ligini aytib o'tdik. Keyin bu yerdan y ni 2x plus 6 ligidan b ni 6 ligini topdik. Demak, yig'indisi 1 bo'lar ekan. Bu yerda xato ketgan menimcha. S javobda mana 6 ni o'chirib qo'ysak 1 bo'ladi. Endi keyingi 23-misolda mana 0 dan 1 gacha t f(t) ni s deb olsak, xuddi shunday bizdan so'ragan 0 dan 1 gacha x f(x) dx ham shu s chiqadi. Endi f(x) funksiyani ko'rinishi y darajasi x kvadrat plus s bo'ladi. Buni demak topilishi kerak bo'lgan. Aniq integralni hisoblaydigan bo'lsak, buni boshlang'ichini hisoblasak, Newton-Leibnizga qo'yishdan oldin mana Newton-Leibnizga qo'ydik. Bu esa demak boya aytganimizdek s ga teng. Endi Newton-Leibnizga ko'ra y taqsim 2 plus s taqsim 2 minus 1 taqsim 2 teng s taqsim s bo'ladi. Endi s taqsim 2 ni o'ng tarafga o'tkazsak, demak nima bo'ladi? Mana bu yerda 2 bo'lmaydi, hozir o'chirib qo'yaman. Demak s nima bo'ladi? Y minus 1 bo'ladi. Chunki bu ikkinchi tomondan mana shunga teng edi. Buni topishimiz kerak edi. Demak, mana bu yerda mana xatolik ketdi. Chunki mana bu yerda ko'rib turganingizdek s taqsim 2 ni o'ng tomonga o'tkazsak, s dan s taqsim 2 ni ayirsak, demak nima bo'ladi? Y minus 1 chiqar ekan. Mana to'g'rilab qo'ydik. Keyingisi 24-misolga kelsak, demak bu yerda a ye bisktrisa bo'ladigan bo'lsa, demak bu 8 bu 10 ligidan Pifagor teoremasiga ko'ra balandligi, ya'ni a da 6 bo'ladi. Endi bisktrisa xossasiga ko'ra proporsional kesmalar ajratadi. Bu 6x bu 10x bo'lsa, jami 8 ga tenglasak x teng 1 taqsim 2 bo'ladi. Bu y si 5 ga teng, balandlik 6 ga teng bo'lganligidan 115 birlik kvadrat bo'lar ekan. Keyingisini buni koordinata usulida ishlaymiz. Mana shunda demak to'g'ri chiziqlar tenglamalarini tuzib olamiz. Bunda bu kvadrat bo'lsa, tomoni 6 ga teng bo'lsa, bu 3 dan bo'ladi. Bu esa demak BM'imiz 2 ga, MA'imiz 4 ga teng bo'ladi. Endi birinchi keling MD ni tuzadigan bo'lsak, bu kamayuvchi funksiya bo'ladi. Minus 2 taqsim 3, ya'ni 2 ga qisqargandan keyin x plus 4 bo'ladi. BN to'g'ri chiziq tenglamasi ham kamayuvchi bo'lsa, endi burchak koeffitsiyenti bu yerda minus 2 bo'ladi. Minus 2x plus 6 bo'ladi. Bu yerdan endi biz y ni topib olsak, demak o'sha ox o'qiga tushirilgan balandlik bo'ladi. Mana topdik ham, bu 3 ga teng ekan. Demak, endi asosan 3 bo'lsa, 100 4,5 bo'lar ekan. 26-misolda endi buni koordinatalar usulida ishlaymiz. Bizga yoqadigan usul. Endi chunki hozir masalan berilgan nisbatda bo'lish kesmani boshqa, ya'ni biskitrisani biskitrisani to'g'ri chiziq tenglamasi esda yo'q, to'g'risini aytish kerak. Demak, endi shuning uchun buni batafsil ishlashga to'g'ri keladi. Demak, mana bu 20 ga teng, bu 13 ga teng Pifagordan. Demak, bu biskitrisa bo'lganligi uchun bu proporsional ajratadi. Shuning uchun 20x 13x bo'lsa, demak endi o'xshashlikdan 12 minus x0 taqsim x0 plus 12 teng 13 taqsim 20. X da qisqarib ketgandan keyin bu yerdan x0 ni topsak 28 taqsim 11. Xuddi shunday y0 ni topib olamiz. Mana bu yerda endi bu ham o'xshashlikdan 16 minus y0 taqsim y0 minus 5 teng 20 taqsim 13 bo'ladi. Bu yerdan y0 28 taqsim 3 bo'ladi. Endi
birlik vektorini topish uchun buni uzunligini topishimiz kerak. Uzunligi esa kvadratlari yig'indisini ildizdan chiqarishimiz kerak. Bu esa 28 taqsim 33 ko'paytirilgan ildiz osti 130 bo'ladi. Endi biz oldin topgan mana mos koordinatalarimizda uni moduliga bo'lsak nima bo'ladi? Uzunligi 1 ga teng bo'lgan vektorning koordinatalari hosil bo'ladi. Demak, bu yoq endi oson. Demak, mana 28 ga qisqaradi, 11 ga qisqargandan keyin 3 taqsim ildiz osti 130 x'imiz chiqadi. Xuddi shunday 28 ga qisqarib, 33 bilan 3 qisqarib, 11 taqsim ildiz osti 130 esa y'imiz chiqib, to'g'ri javob A bo'lar ekan. 27-misolda demak, kesik konusga shar ichki chizilgan bo'lsa deyapti, ya'ni sharda hajmini ikkilangani kesik konus hajmiga teng bo'lsa, yasovchi bilan asos orasidagi burchakning sinusini toping deyapti. Biz mana shunday yasab chizib oldik. Bu yerda endi tangens alfa a taqsim r, demak unisini topdik. Mana ikkinchi tomondan tangens alfa r taqsim b bo'ladi. Endi bu yerda biz asosda kesik konusdagi asosda radiusini b, ustki asosnikini a deb oldik va sharda ikkilangan hajmiga tenglashtirib, quyidagi tenglamadan tangens kvadrat alfani topib oldik. Sinus 2 alfamiz bu demak 2 tangens alfa taqsim 1 plus tangens kvadrat alfaligidan, demak sinus 2 alfa 2 taqsim ildiz osti 5 bo'lar ekan. Mana to'g'ri javob B. Yana qaytamiz. 28-misol. Muntazam A, B, S uchburchakning ichida D nuqta shunday olinganki, B da 5 ga, A da 8 ga va ular orasidagi burchak 120 ga teng bo'lsa, D S uzunligini toping deyapti. Biz endi mana shuni, ya'ni B, D, A uchburchakni tashqariga mana shuni chizib olamiz. Endi bu yerda demak mana bu alfani tashqaridan yopishtirsak, ya'ni 60 dan alfa ayrildi, bu yoqqa kelib qo'shildi, 60 bo'ladi, muntazam bo'ladi. Demak, AD bilan mana bu tashqariga ko'chirganlar hammasini tomon 8 dan 120 bo'lsa 60 bo'ladi. Kosinus teoremasiga ko'ra DS 7 ekanligini osongina yasashdan hisobladik. Bu yerda ham demak buni davom ettirib chizib olsak, bu kesik konusdan demak ikkita konusda ayirmasi o'sha hajmni beradi. Endi shuni hisoblashni boshlaymiz. Bu yerda sinus 10 gradusimiz h1 taqsim 3, h1 esa yuqoridagi o'yilgan konusning balandligi, h2 pastdagi o'yilgan konusning balandligi. Xuddi shunday buni katta R, ya'ni asos radiusini, bu kichkina asos radiusini kichik R deb xuddi shunday ularni ham topib olsak, kosinus 10 gradus teng katta R taqsim 3, kosinus 10 gradus kichkina R taqsim 2. Demak, ularni hammasini topib olganimizdan keyin kesik konusda hajmidan o'yilgan ikkita konuslar, mana bu yerda 4 emas 3 bo'ladi, oz to'g'rilayman. Hajmlar ayirmasini yozadigan bo'lsak va sinusda ikkilangan sinusdan demak to'g'ri javobimiz, mana hammasini hisob kitob qilganimizda hozir mana kesik konusda hajmini yozyapman. Mana buni to'g'riladim 3 ga. Mana shunda nima bo'ladi? Balandlik 5 sinus 10 bo'ladi gradusda. Va qavs ichida mana bu pini qavsdan tashqariga chiqarganimiz yozdik. Bu yerda endi kichigini yozdik. Keyin yana kattasini ham yozib qo'yamiz. Bularni hammasini ayirib hisoblaganimizda demak to'g'ri javob D ekanligi oson kelib chiqadi. Demak, buni soddalashtirsak bo'ldi ekan. Keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misolda to'g'ri burchakli uchburchakka R radiusda aylana ichki chizilgan bo'lsa, mana chizdik. Biz osongina ko'rsatishimiz mumkinki, R teng A plus B minus C taqsim 2 bo'ladi. Bu juda oson isbotlash. Demak, endi shuni mana yozamiz. A plus B minus C taqsim 2. Ikkala qismini C ga bo'lib yuborish bilan, demak 1 taqsim 2 ni qavsdan tashqariga chiqarsak, A taqsim C plus B taqsim C minus 1 bo'ladi. Endi A taqsim C sinus alfa bo'lsa, B taqsim C kosinus alfa bo'ladi. Minus 1 bo'lsa, endi
sin alfa plus cosinus alfani eng katta qiymati iltizosda 2 bo'ladi. Ikkalasi ham 45 gradusdan bo'lganda, endi shuni qo'yib hisoblasak, to'g'ri javob C ekanligi oson kelib chiqadi. Demak, keyingi misolga o'tamiz. Quyidan ham chegarilib qo'ydi. Keyingi misolda endi juda oson bo'lyapti. Bu yerda endi quyon bilan bo'ri orasidagi masofa bilan tulki bilan bo'ri orasidagi masofalar teng bo'lganligi uchun mana shu muntazam uchburchak chizamizda. Endi mana shu markazi bo'ri turgan nuqtada bo'lgan aylana chizamiz. Endi tulkini quyonga yetib olishi uchun, demak, mana shu 60 gradusdan kichkina gradusda bo'lish kerak. Ya'ni mana ko'k bilan chizgan nuqtalarda tulki joylashgan bo'lsa, demak, yetib oladi. Bu esa butun aylanani 3dan 1 bo'lganligi uchun to'g'ri javob A bo'lar ekan. 32-misolga keldik. Demak, sonlar o'qida A to'plamini belgilaymiz. Bu yerda endi bu 4 kirmaydi. Chunki aniqlanmagan. Ya'ni minus cheksizlikdan 4 gacha bo'ladi A to'plam. B to'plamimizni hozircha shoshmay turamiz. Endi birlashmasi mana bayroqcha bilan belgilaymiz. 5 kiradi va uning chap qismi bo'ladi. Ya'ni minus cheksizlikdan 5 gacha bo'ladi. Endi birlashma, demak, mana shu yechim bo'lishi uchun, ya'ni minus cheksizdan 5 gacha bo'lishi uchun B to'plamimiz mana shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Demak, bu yerda endi nima bo'ladi? 15 ekanligi kelib chiqadi. Keyingi misollarga kelamiz. Bu 33, 34, 35-misol. Demak, bu yerda biz osongina hisoblaydigan bo'lsak, bu 2, bu 3ligidan mana buni tushirsak, bu 2ligidan, demak, nima bo'ladi? Hammasi 7ligidan, demak, buni 7dan 3 ayirsak, mana bu katetimiz 4, bu 3 bo'ladi, chunki gipotenuza 5ligidan. Demak, nima bo'lyapti? Mana shunaqa bo'lyapti-da, bu hammasi 10, ya'ni katta silindrda asosini radiusi 5 ga teng, balandligi 9 ga tengligi kelib chiqyapti. Demak, endi shuni hisoblaydigan bo'lsak, buni oson hisobladik. 675, chunki pi o'rniga 3 qo'ydik. 4-misolga kelayotgan bo'lsak, ikkinchi rasmdagi sharlardan suv yuzasigacha eng qisqa masofani endi millimetrda toping desa, demak, sal murakkabroq hisob-kitob bo'ladi. Mana bu 2, ya'ni diametr 4 bo'ladi. Tubidan to keyin yana h qoladi. Endi u h nima bo'ladi? Katta shar olingandan keyin o'sha hajmga, ya'ni o'shanaqa balandlikda pasaygan bo'ladi. Lekin u endi hozir uni hisoblashimiz kerak, qancha pasayganini. Keyin oson hisoblanadi mana. Demak, bu 675 hamma hajm, olib tashalgan hajm. Endi bu yerda endi bu hosil bo'lgan hajmni, demak, asosi 25 pi bo'lsa, 75 bo'ladi. Pi o'rniga 3 qo'yganimizda endi balandlik h bo'ladi. Endi u h ni 4 plus kichkina h deyapmiz. O'sha kichkina h ni topish kerak bo'ladi. Demak, uni millimetrlarda hisoblaydigan bo'lsak, demak, to'g'ri javob nima chiqadi? B ekanligi kelib chiqadi. 35-da birinchi rasmda silindr idishga solingan suv hajmini topish kerak. Uning uchun, demak, butun silindr hajmidan 3 ta, ya'ni 2 ta o'zaro teng va bitta katta shar hajmini ayirib tashlash kerak. Shuning uchun, demak, bu yerda 35 da ham quruq hisob kitobi qoldi. To'g'ri javob nima bo'ladi? 503 Y bo'lar ekan. Demak, shu bilan bugungi darsimizning nihoyasiga yetdi. Endi 36-dan boshlab to 45-gacha bo'lgan testlarni birga qarab chiqamiz. Rahmat.